Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Uchar Universitet. Bir Polsha an'anasi. Avtori Umid Shimshak. Tarjima qilguvchi Abdulaziz Aqxon. Tahrirlovchi Abdurahim Davlat. Umid Shimshak 1950-yili Istanbulda tug'ilgan. Bu kitobda Polshaliklarning qanday qilib mustaqillikka erishganligi bayon qilingan bo'lib, bu mustaqillikqa necha yuzlagan qurbonliklarni berib, bo'shashmay kecha-kunduz mustaqillik uchun harmay talmay tirishib qo'lga keltirgan shalloq mustaqillik ish izlari bayon qilingan. Va yana g'albining asosliq negizi ilm-irfon ekanligini nihoyat aniq bayon qilgan. Hatto bu ilm-irfon uchun yer osti madrasalarini qurib, xufiyona holda xalqlar uzun mazgil qattiq tirishchilik ko'rsatgan va cho'qim bir kunni g'alba qildiganligiga jazman ishongan va farzandlarini shu ongda uzun mazgil tarbiyalagan. Polshaliklar shu mustaqillik qo'lga kelguncha oz badallarni to'lamaganligi, hatto bir mustamlikchining qo'lidan yana birining qo'liga tushib, xaritadan tal-tuks o'chirib tashlangan chog'larmi bo'lgan. Va bu davlat 3 parchaga bo'linib, Rossiya, Prosiya, Avstriya qatorliq davlatlar o'zaro bo'lishib olgan. Bu ishg'ol qilguvchilar polshaliklarning qayta bosh ko'tarib chiqishidan qo'rqib, Polsha podshohligini aslatadigan har qanday narsani chekladi va Polsha kulturini, Polsha degan ismni mo tilga olishini chekladi. Kirish so'z o'rnida. Mustaqillik ko'rishi deyilgan aman inson aqliga urush maydonlari keladi. Darvaqa, asosan degidek barliq millatlarning tarixida qon bilan yozilgan mustaqillik dastonlari bo'ladi. Lekin ilm-irfon, kultur va san'at sohalarida mustaqillik ko'rishini umumyuzlik holatda uzun muddat yelkasiga olgan millatlar unchalik ko'p emas. Polshaliklar barliq milliy qiymat qarashlari bilan birlikda yo'qolib ketish xavfini bir emas, bir qancha qadam yengdi. Ularning davlatlariga qadam bosgan har bir mustamlikchi tabiatning taqozosi bo'yicha bevosita holda diqqatini bu nishonga markazlashtirgandi. Polsha dastlabda uch qo'shni tarafidan orqa-orqadan bir qancha qadam parchalanib qo'shilindi. Orqadan ikki qatimliq dunyo urushining har ikkisini butkul shiddati bilan boshdan kechirdi. Natsistlarning ishg'olidan keyin sovetlar keldi. Lekin natijada na o'ttirdi Prosiya, na natsistlar, na sovetlar qolmadi. Polshaliklar bo'lsa, urush maydonlarida to'kilgan qonlar, balki uningdan burun yer ostida to'kilgan tarlarning soyasida o'zlarini tarix sahnasidan butunlay yo'qotib tashlashga bel bog'lagan dushmanlarini orqa-orqadan tarixga dafn qilgan bir xalq bo'lish sifati bilan bugunmi mavjudligini davomlashtirmoqda. Hurmatli qarindoshlar, bu kitobni har bir qarindoshlarimizning bir o'qib chiqish kerak deb qaraganligimiz uchun sizlarga tavsiya qilishni loyiq ko'rdik. Tuvanda sizlarga mushu kitobning uchish boshlanadi degan babidan azroq o'qib bermoqchi. Asrlar kelib ketdi. 19-asrdagi qo'zg'olon ko'tarish tashabbuslari erlarning, xususan siyosiy jihatda faol harakat qiladigan erlarning ko'p qismining o'lib ketishi yoki surgun qilinishi bilan oxirlashdi. Shuning bilan mayli oilaning turmushini qamdash, kundalik hayotining mashg'ulotlari, mayli Polsha kulturining muhofaza qilinishidek uzun muddatli kurashda bo'lsin, yukning ko'p qismi ayollarning yelkasiga tushdi. Ayollar o'zlarini kutib turayotgan vazifalarga intayin astoydillik va jasorat bilan tutish qildi. Bo'libmi, ma'arif sohasidagi asrlar bo'yicha davomlashgan ijroqashqa xotimi bermoqchi bo'layotgandeklar tirishchilik ko'rsatdi. Universitetchi bo'lgan ma'arif bosqichlarining hammasida ayollar erlardan qilishmoqdek darajada o'rin oladi. Lekin buningdan keyingi jarayon uchun fursatlar yo'q edi va u fursatlarni o'zlari yaratish kerak edi. Yanvar qo'zg'oloni yuz berib, aradan 20 yil o'tmay turibla, Davdova ismli yosh bir ayol oliy ma'arif tarbiyasi olish uchun intilayotgan hamshahirlarining talabini qondiradigan bir formula bilan o'tirg'a chiqdi. Bu formula ayollar uchun ochiladigan bir yer osti akademiyasidan iborat edi. 1882-yili 200 dak polshalik yosh qiz o'zlarini qo'llab-quvvatlagan kishilarning uylarida yoshirincha yig'ilishga boshladi. Bu maxfiy yig'ilishlarda Varshavning donliq ilm ahlilari, falsafachilari va tarixchilari dars o'tadi. Davudova alayda zirak va favqulodda jasoratli bo'lib, bu keng doiralik faoliyatni rus saqchilariga tutilib qolmasdan elib berishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-mu, ruslarning maydonni bo'sh tashlab qo'yishga ra'yi yo'q edi. Taxminan 1 yilga yaqin vaqt ichida yer osti akademiyaning o'qituvchilarining ko'p sonliqi Varshavadan ketishga majbur bo'lib qoldi. Bu besimlarning polshalik ayollardan olgan javobi bo'lsa, ochiq oshkor holda doil e'lon qilishdan boshqa narsa emas edi. Yer osti akademiyasiga bo'lgan talab shunchalik kuchli ediki, 1883-yillari fakultetlari, sinflari, darslik materiallari, muhokama yig'inlari, imtihonlari va diplomlari bilan asosan hamma narsasi to'liq bir universitetga aylandi.
qorosi, zimini, binosi bo'lmagan rus saqchilarining qo'liga tushib qolmaslik uchun uydan uyga uchib yurgan bu universitetning ismimi uchar yoki o'zidigan universitet bo'lib qoldi. Uchadigan universitetning kurslari matematikadan dehqonlikgacha, falsafadan adabiyotgacha bo'lgan nihoyat keng sohani o'z ichiga oladi va bularning har biri uchun haftada 2 soat dars o'tiladi. Sinib qilingan uylarning ba'zilari faqat sinflar emas, ayni vaqtda tajribaxona funksiyasini ado qila oladigan shaklda tartibga solinadi. İmkoniyat yer beradigan o'quvchilardan simovul xarakterlik haq ilinadi. O'quvchilarga ham simovul xarakterlik dars haqqi beriladi. 6 yillik ta'lim-tarbiya musofasidan keyin o'quvchilarga diplom beriladi. Uchar universitet faqat qizlarni o'qitishni nishon qilgan bir ma'arif tashkiloti emas edi. Lekin o'quvchilarning ko'p sonliqini qizlar tashkil qiladi. 1889-yildan 1890-yilgacha o'qitish yilida Uchar universiteti tizimlangan o'quvchi soni 1000 ga yetdi. Sinflarimiz uylarga sig'maydigan holatga yetdi. Darslarning ko'pinchisi bu faoliyatni qo'llab-quvvatlagan jamiyatlarning zallarida, albatta, yana maxfiy holatda o'tilishga boshladi. 1875-yili Polshaning eng boy savdo sanoatchi va yarmilik egillari tomonidan yezi egillik va sanoatning ilmiy yo'sinda taraqqiy qilishiga tuhfa qo'shish maqsadida qurilgan Sanoat va dehqonchilik muzey mazkur o'rinlarning biri edi va Uchar universitetining ba'zi sinflari mushu muzeyda to'planadi. Muzey Uchar universitetiga faqat sinflarni ochib berish bilan qolmadi. Polshalik danliq ximiyachi Napoleon Militserining nazoratchiligi ostida bir ximiya tajribaxonasi qurib, universitetning xizmatiga sundi. Sinflarning bir yerga jam bo'lishidagi qiyinchiliklar nihoyat tabiiy holda o'qituvchidan bakrak kitobga diqqatni markazlashtirish majburiyatini paydo qildi. Qonunliq universitetlarga o'xshamaydigan tarafi bu yerda o'quvchilar o'qituvchilardan oz narsa kutib, nuqtaliq holda o'zining tirishchanligiga tayanishga majbur edi. Buning mahsuli sifatida ensiklopediya turidagi darslik kitoblari modeli o'tirg'i chiqdi. Bular bir qarashqa o'zigidan o'rganish kitoblari edi. Dars temasiga aloqador ensiklopedik ma'lumotlar bilan birga temani qanday muzokara qilish kerakligiga doir ko'rsatmalar va u temaga qo'shimcha murojaat qilishga bo'ladigan manbalarning tizimligimi mazkur kitoblarda bor edi. Bu kitoblarni Varshavadagi uylarning ko'pinchisidan tepish mumkin edi. O'zligidan o'rganish faoliyatlarining bir moda holatida xalqning butkul qatlamlarini o'z ichiga olishida mazkur dars kitoblarining tuhfasi bor edi. Uchar universitet Polshaliklar, ruslar bilan germanlarning Polsha kulturini umumyuzlik tarixdan o'chirib tashlash urinishlariga qarshi kollektiv tuyg'u bilan yozib chiqqan bir dastonga aylangandi. Bu to'limi uzun bir kurash edi. Ruslar yoki germanlarning ko'zidan qaraganda bundaq bir kurashning tushuniksiz taraflari yo'q edi. Uzun mazgillik siyosatlar davlatning imkoniyatlaridan foydalangan holda bir markazda planlanib ijro qilinadi. Polsha xalqining bir butun holatda mushundaq uzun va mushaqqatli yo'lni tanlashi, shundaqla uzun yillar bo'yicha astoydillik bilan amaliylashtirishi bo'lsa, tarixdan nihoyat az uchraydigan bir milliy mujodalaning ulgusini tashkil qilgan edi. Ruslar bilan germanlar Polsha tarixini va kulturini bir butun holatda bir millatdan burungi davriga dafn qilib, uningga doir hech qanday iz qoldirmaslikka tirishayotgan bo'lsa, Polshaliklarmi o'z kelajaklarini bir gavda holatida ilmga, kulturga va san'atga ega bo'lishda va bu qimmat qarashlarni badalining qanday bo'lishidan qat'iy nazar muhofazat qilib qo'g'dashda deb qaraydi. Bu yo'lda o'zlarini kutayotgan mushaqqat va xavflardan hech kim bexabar emas edi. Shundaqla ularning hech biri qisqa vaqt ichida parlaq natijalarni qo'lga keltiradiganligini kutmaydi. Ular matematikaning, fizikaning, biologiyaning, tarixning, falsafaning, adabiyotning, naqshi musiqining eng inchik tafsilotlari bilan yillar bo'yicha mashg'ul bo'ladi va bir qancha quruq ma'lumotga ega bo'lish uchun oqshomlari uydan uyga uchatdi. Ilm o'rganish yoki o'gitish asnosida tutilib qolishning qiyin qistoqqa elinish, turmaga solinish yoki Sibiryaga surgun qilinishdek to'laydigan badallari bor edi. Polshalik yoshlar bu badallarni to'lasimi, ko'zlagan go'zal kunlarni o'zlarining hayotligida ko'rmaydiganliklarini biladi. Aslida ular bu anga ega bo'lgan chig'dala umidsizlikni va yengilmas kuchni qo'lga keltirgandi. Taklamakan kitobxonasi.